kredit bo'lmasin, taqiq bo'lmasin dedinglar, naqdga uy chiqar dedinglar, mana g'ishlik uylardan gaz, suv, svet aslo muammo yo'q. Uylardan chiqaryapman. Assalomu alaykum vatandoshlar. Hozir biz kelib turgan manzilimiz Termiz shahar. Yashil dunyo chorrahasi. Shu yerda yuksalish tomlaridan o'tgandan so'ng g'ishlik 9 qavatli uylarga kelib turibmiz. Mana shu yerda 9 qavatli g'ishlik uylarning 8-qavatda sotiladi 2 xonali 66 kvadrat tashkil etgan uyimiz srochno sotuvda. Yaqinda remont qilindi. Ichki shart-sharoitlarni sizlar bilan birgalikda tanib chiqamiz. Tashqi eshikdan sirazu o'ngga qayrilsa sanuzil alohida, hojatxona qismi, oshxonamiz to'g'rida. Chap qo'lga qayrilsak mehmonxona, spalnixona va sanuzil ikkinchi qismi dushovoy. Zotlik o'rgirib qolinglar. Mana tashqi eshikdan to'g'riga kirsak oshxonamiz. Gaz, suv, svet aslo muammo yo'q. O'rgirib qolinglar. Zotlikda sotilar, hech qanaqa kredit, hech qanaqa taqiq yo'q. Agar sizda kamroq pulinglar bo'lsa, misol uchun 100 million, 200 million yetmay qolsa, o'zingiz nomingizni o'tkazib, garovga qo'yib, uyda pul chiqarib berishingiz mumkin egasiga. Zotlikda sotilyapti. 66 kvadrat. Mana ko'rishingiz mumkin. 9 qavatli g'ishlik uylarni 8-etajda lift doimo ishlaydi. 24 ga 7 desam xato bo'ladi. 24 soat faqat jeton bilan ishlaydi, begona kirib chiqmaydi. Bu juda yaxshi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Katta uylar mana. Balkonimiz ham bor ekan. Balkondan mavora uylari 7 etажgalar ko'rinib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu spalni xonamiz edi. Yaqinda aboylar qilindi, asrit qilindi yaqinda. Eng asosiysi sanuzil alohida ekanda. Mana shunisiga besh ketdim. G'ishlik uylardan katta kvadrat, 66 kvadrat mana. Izlab yuruvdingizmi? Aynan siz uchun bo'ladi. Bu mehmonxonamiz bo'lmoqda. Gaz, suv, svetdan aslo muammo yo'q. Lift doimo ishlaydi. Uyimizda umumiy narxi 420 million so'm deb baholandi. Naqdga bo'lsa xayriga kam bor. Agar 100 million, 200 million yetmasa, siz bu uyni o'z nomingizni o'tkazib, garovga qo'yib, pul chiqarib berishingiz mumkin. Do'stlar, o'rgirib qolinglar. Yashil dunyoga juda yaqin joydan bo'lyapti. Bunaqasi faqat Markli Rotovik ijtimoiy tarmoqlarida bo'ladi. O'rgirib qolamiz. 9 qavat doma, 8-etajda 2 xona, 66 kvadrat tashkil etmoqda. Do'stlar, video davomida sizlar bilan birgalikda ham sharhlovchi, ham operator o'zim bo'ldim, Markli Rotovik. Videoga bizning qilayotgan mehnatlarga o'zingizlar bir baho berib ketinglar. Narxi bo'yicha ham o'z fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Mana shunaqangi uyda yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Kuninglar xayrli va barakatli o'tishini tilab qolamiz. Pastdagi nomerlar Markli Rotovik nomerlari. Salomat bo'lingizlar. Mana ko'rishimiz mumkin. Uzun koridor, sanuzil alohida.